Qilayapti o'g'lim? Biz senin bilan maktabdan chiqdik. Ishxonangizga o'tiraylikmi? Kelaylik bolam. Xo'p. Rahmat amaki. Mayli bolam, yo'llardan ehtiyot bo'lib o'tinglar. Senga mazza-da. Farzandlaring maktabi ishxonangni oldida. Yo'q, yo'qqa o'rayam bo'lmaysan. Assalomu alaykum onajon. Assalomu alaykum amachiqjon. Va alaykum assalom. Kelinglarchi? Va alaykum assalom bolalarim. Yaxshimisizlar? Mayli, mashinaga o'tirib turinglar. Dadajon, Ha qizim. bir hafta oldin ko'ylak olib bering degandim. Shunga olib bera olasizmi? Hozir pulim yo'q. Kundan keyin olib beraman. Xo'p. Nima qilsan puling yo'q? Bor. Hammaga aytgan narsasini olib bermayapsan, zo'riqtiryapsan farzandlaring. Yo'q, endi haligi Mama